Nima uchun ajdodlar energiyasi bilan ishlash kerak? Nima uchun konsultatsiyaga, sessiyaga kelgan insonni ba'zan biz o'tmishlari, ajdodlari, ota-onasi, qarindosh urug'lari bilan ham ishlashimizga to'g'ri keladi? Chunki biz faqatgina o'zimizdan iborat emasmiz. Bizning ota-onalarimiz orqamizda va ota-onalarimizning ota-onalari va bizning orqamizda qanchadan qancha katta avlod turgan, ajdod turgan bo'ladi. Va bizdagi kasalliklar yoki qaysidir bloklar, xafachiliklar yoki qaysidir karmический dasturlar ba'zan hayotiy e'tiqodlardan, ba'zan esa ajdodiy e'tiqodlar orqali bizga ajdodlarimizdan o'tib keladi. Shuning uchun ham siz nimanidir yecholmayotgan bo'lsangiz, albatta ajdodlardan ham qidirib ko'ring. Orzularga erishish va uy mashina olish kursimizda bu e'tiqodlar bilan barchasi bilan ishlaymiz. Kursda qatnashish uchun shu yerga plyusni qoldiring.